Bu uyda Barselona haqida gapirish, Barselonani o'yinlarini ko'rish va Barselonani kiyimini kiyish taqiqlanadi. Tushundinglarmi bachilar? Agar Barselona haqida gapirsanglar urib o'ldiraman ku. Yo'l bo'libdi-da. Har qandadan kelmayapti. Yo'q, kelmayaptilar. Qara, bu yerda tez sozib yurdilar. Salla Barselonani o'yinini ko'rayotsanlar. Hech o'ylamagandim, o'g'illarim o'zimga dushman bo'ladi deb. Salla Barsani o'yinini ko'radigan bo'ldinglarmi? Mani o'yimda. Qaydada tan oling, shu yil Barsa kuchli-ku. O'ytir. Hammasini o'rasanlar hozir. Hammasini o'rib, keyin kirasanlar o'ya. Dada, hayli men alamingiz bizlardan olyapsiz. Real yutqizsa bizlarda emas-ku ayb. O'zi yana bir og'iz gapirsang, kechqurda kirpichlari ham toshdi. Dada, jahon chempionatiga ham oz vaqt qoldi. Keling, haqiqiy muxlislar tayyorgarlik ko'ramiz. Yandex.Go'dan kefsiz zakaz qilib jahon chempionatiga repetitsiya qilamiz dada. Bu Mbappe yoki de Yamalni transferi emas. Bu Kepsining muxlislar kombosi transferi. 17-maydan boshlab bu kombo rasman muxlislar jamoasiga qo'shildi. Shartnoma shunchalik zo'rki, 40% gacha chegirma. O'yinni yoqasiz, ilova orqali buyurtma berasiz va tez orada issiq Kepsi qanotchilari stolingizda bo'ladi. Shunday qilib jahon chempionatini ko'ramiz dada. Dada, hozir hech bir gol uradi. Jim o'tir, jim ko'r.